Hozirgi kunda Apple qurilmalarini sotib olayotganda sizni nima ko'proq o'ylantiradi? Mening fikrimcha, albatta bu narx, original ekanligi va kafolatning borligidir. Bugungi kunda juda ham ko'plab smartfon sotadigan do'konlar bor, lekin eng haqiqiy xavfsizlik va albatta ekotizimni sizga hamma ham bera olmaydi. Tasavvur qiling, siz yangi iPhone'ni sotib oldingiz, lekin biroz vaqt o'tgandan keyin o'zingizning aybingiz yoki texnik nosozlik bilan u ishdan chiqdi. Bunday holatda siz sotuvchini oldiga borasiz va u har xil bahonalar bilan o'zingizni aybdor qilishga urinadi. Xo'sh, bunday holatda siz nima qilishingiz kerak va buni qanday yechim qilsa bo'ladi? Bugun biz shunchaki do'kon emas, balki O'zbekistondagi eng ishonchli va yirik texno ekotizim, ya'ni MacBro va uning ajralmas qismi Bro servis to'g'risida gaplashamiz. Nega aynan minglab xaridorlarimiz bizni tanlamoqda? Keling buni ko'rib chiqamiz. MacBro bu shunchaki iPhone sotiladigan joy emas. Bu yerda Apple'ning barcha turdagi qurilmalari, ommabop va flagman hisoblangan Samsung smartfonlari va albatta uyingiz uchun premium deb hisoblangan Dyson'ning ommabop modellarini topishingiz mumkin. Eng qizig'i nimaligini bilasizmi? Agar sizda do'konga kelishga vaqtingiz bo'lmasa, istalgan vaqtda MacBro.uz saytiga kirib, bizdagi barcha mahsulotlarni mavjudligini ko'rib va eng asosiysi uning eng aniq va yangilangan narxini kuzatib borishingiz mumkin. Hammasi shaffof va osondir. Hozirgi kunda Toshkent shahrida MacBro'ning ikkita yirik va qulay faoliyat yuritayotgan filiallari mavjuddir. Istalgan vaqtda bizning filiallarimizga tashrif buyurib, o'zingizga yoqqan gadjetlarni ushlab, ularni test qilib ko'rishingiz mumkin bo'ladi va albatta bizning mutaxassislarimizdan bepul konsultatsiyani olishingiz mumkin. Endi esa eng asosiysi va bozorda hech kim bera olmayotgan eksklyuziv taklif haqida gaplashamiz. MacBro'dan yangi iPhone sotib olganingizda siz nafaqat yangi smartfon, balki xotirjamlikni ham sotib olasiz. Biz yangi iPhone'larga 2 yillik kafolat beramiz va bu hammasi emas va albatta sizga 10 million so'mgacha bo'lgan sug'urtani ham taqdim etamiz. Ikkinchi qo'l yoki hamyonbop iPhone qidirayotgan bo'lsangiz, bizda Verified smartfonlarimiz ham mavjud. Bu o'zi nima degani? Bizning servis markazimiz tomonidan 100% tekshirilgan, professional tarzda ta'mirlanib va ideal holatga keltirilgan kafolatli, ya'ni 1 yillik kafolat va 6 oygacha bo'lgan 3 millionlik sug'urta bilan taklif qilinadigan smartfonlarimizdir. Bozordan borib kimdan olayotganingizni bilmay tavakkal qilgandan ko'ra MacBro Verified telefonlarini sotib olganingiz eng aqlli fikrdir. Xo'sh, bunday kafolat va sug'urtalar ortida kim turadi degan savolga bizda javob bor. Albatta bizning shaxsiy va professional ustalarimiz, ya'ni bizning servis markazimiz Bro servisi. MacBro ekotizimining eng muhim ustuni aynan mana shu yer. Bu yerda sizning qurilmangizga eng tajribali muhandislar, eng zamonaviy va yuqori texnologiyali uskunalar yordamida xizmat ko'rsatishadi. Do'stlar, tavakkal qilishni bas qiling. Texnikani faqatgina kafolatli va sug'urtali joydan, professionallardan sotib oling. Mana shu havola orqali MacBro.uz saytiga o'tib, Apple, Samsung va albatta Dyson mahsulotlari bilan tanishib, ularning narxlarini bilishingiz mumkin. Bizning ikkita filialimizdan biriga tashrif buyuring va premium ekotizim a'zosiga aylaning. Videomiz yoqqan bo'lsa, bu videoga like bosing va do'stlaringiz bilan ulashishni unutmang.